إسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون وزمن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وصل على محمد وصحبه وسلم. Hürmetlik Müslüman kıyırındaşlarımız, biz oturdu koymakçı boğan derislik Kur'an-ı Kerim'nin temilik tefsiri. Yani Allah Subhanahu ve Taala'ga halis ibadet kılış ve kulçuluk kılış doğrusunda. Biz Allah Subhanahu ve Taala'ga halis kulçuluk ve ibadet kılışını emilleştirimiz deydikenimiz bu doğrusunda Allah Subhanahu ve Taala hürmetlik Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'a kandak yol yoruqlarını bergenlikiga kulak salsak, biz xuddi Muhammed Aleyhissalatu vesselam'dek Allah Subhanahu ve Taala'ga halis kul buluş ve Allah Subhanahu ve Taala'ga halis ibadet kılışını emilleştirgen sap mümin muhlislarga özgüreleyimiz ve şundakla dünyadımı ve ahiretdimi Allah'ın rızalığı ve bəxt saadetiga erişeleyimiz. Bu doğrusunda Allah Subhanahu ve Taala Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a Kur'an-ı Kerim'de hitap kılıp deydi ki: Estaizu billah, Bismillah. Kul inne salati ve nusuki ve mahyaya ve memati lillahi rabbil alemin. Digin ey Muhammed, hakikaten menin namazım ve menin barlık kurballıklarım, hac faaliyetlerim, iktisadi ve her kandak ibadetlerim, hayatım ve mematım alemlerinin perverdigarı Allah Subhanahu ve Taala rızalık için halis diyen dep Allah Subhanahu ve Taala mana muşu yollarını Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a hitap kılgan. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'a kılıngan hitap her bir Peygamber Aleyhisselam'ın ümmetiga bulup mu Müslümanlarga alahide kılıngan hitap. Bu ayette Allah Subhanahu ve Taala biz Müslümanlarını tört temaga alahide dikkat kılışka buyuruydu. Bu tört temanın birincisi kıyırındaşlarımız namaz. Namaz İslam dinde şehadet kelimesidir. Yani bir Allah'tan başka ilah yok. Muhammed Aleyhissalatu vesselam Allah Taala'nın bizlerge evetken elçisi dep muşu ulu pak sözünü yürükümüzde ikrar kılıp, ağzımızda tasdiqlap, beden kuruşumuz ve ameli hareketimiz arkalık amel kılış din ibaret guvalık bulsa, onundan kalsıla Muhammed Aleyhissalatu vesselam'nın Allah tarafından bizi keltirilgen elçi dep itiraf kılıp Muhammed Aleyhisselam'nın barlık bizge Allah Taala'dan ilip gelgen buyruklarına amel kılış ve tosqallardan yeniş. Muşu bizge verilgen yoluruk bolsa, muş yoluruktan, mana muş işguvalıqtan kille kapqasa, İslam dininin yeni bir rukni, asas bolgan rukni namaz. Namaz Allah Subhanahu ve Taala'dan bizge özümü farz kılıngan hem vaktimi farz kılıngan. Hem şundaqla bu namaz biz meyle seferge çıkaylı yoki yurtimizda turaylı, ağrıp qalaylı yoki
saq bo'layli, har qandaq chig'ida ustimizdan tushib ketmaydigan farz. Masalan, o'ri turib o'qish kuchimiz yetmagan vaqtida yetib turib o'qiymiz. Yetib turibmi o'qig'dak toqatimiz bo'lmagan vaqtida ko'z ishorati bilan yoki har turlik muhosira asirga tushib qolgan vaqtimizda fikrimiz, tafakkurimiz bilan o'qiymiz. Ammo roza va zakat va hajdan iborat 3 ish Ramazonni yilda bir qitim tutamiz. Zakatni biz zakat berish o'lchamiga farz nisobiga yetganda beramiz. Hajni haj farz qilingan vaqtida qilamiz. Ammo namoz bizdan har qanday vaqtda soqit bo'lmaydi. Bizga namoz farz bo'lgan kundan tortib hech qanday vaqtda namoz gardinimizdan, ustimizdan tushib ketmaydi. Boshqalar uning o'rniga o'qib qo'yishilan yo qilib qo'yishilanmi odat topmaydi. Faqat shu har bir shaxsning o'ziga farz. Shuning uchun namoz hatto farz qilingan vaqtidami Payg'ambar alayhissalatu vassalam Allah subhanahu va taolaning huzuriga Isro va Miroj kechida ilib kelinib, bevosita Allah subhanahu va taolaning vahiysi va bevosita bo'lgan buyruq xitobi bilan farz qilingan. Dastlabda farz qilingan vaqtida 50 vaqt farz qilinib, oxirida bizga Allohning rahmati bilan 5 vaqtga tushirib berilgan. Biz bir vaqt namoz o'qisak, har bir o'qigan namozimizga 10 vaqtdan savob berilib, 50 vaqt namozning savobi beriladi. Agar biz namozni masjidlarda jamoat bilan o'qisak, har bir vaqt namozimizga yana 25 yoki 27 hassa daraja ortiq beriladi. Shunga Alloh Qur'oni Karimda varka'u ma'ar roki'in namoz o'quvchilar bilan birga namoz o'qinglar deb jamoat namozining muhim ekanligiga bizga xitob qilgan. Hurmatli musulmon qarindoshlarimiz, ham bu namozda at-tahiyyatida o'ltirgan vaqtimizda namoz bizga islomning asosiy prinsiplaridan bo'lgan shahodat prinsipini, ishguvolik prinsipini bizga har bir namozda at-tahiyyatida o'ltirgan vaqtimizda ogohlantirdi. İmanimizni va Allohga bergan va'dimiz va qasamimizni yanglaydi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo mana bu oyatda Muhammad alayhisalomga mening namozim olamlarning parvardigori Alloh taolo uchun xolis bo'ladi degan deb namozni birinchi o'rinda keltirdi. Chunki namoz mushada ham Alloh xolis qilgan, Alloh alohida belgilagan takbir bilan başlanıp salam bilan ağılınıdığan xususi ibadatga hem şundaqla Allah subhanahu wa ta'alaga ibadat qılğanlığımızga hem şundaqla Allah ta'ala'nı yalğız deb tevhid itiqadı bilan Allah subhanahu wa ta'alaga qulçuluk qılğanlığımızga fakit buludu. Muşu ayetinin bişida Allah subhanahu wa ta'ala diyen ki digin ey Muhammed haqiqatan meni Parvardigorim ravus yo'lga boshladi. İbrahim alayhisolatu vasallamning millati bo'lgan ravus tavhid diniga boshladi. İbrahim alayhisolatu vasallam haqqa tavhid diniga ravus turgan mushriklardan bo'lmagan deb Allah subhanahu va taolo mush oyatning boshida payg'ambar alayhisolatu vasallamga alohida ogohlantirib, yani muşu namazdan ibaret bo'lgan Peygamber aleyhisselamның o'qigan namozi Allah subhanahu wa ta'alaga yalğız şirik yok deb e'tiqod qilganlikqa va Allah ta'alaga xolis ibodat qilganlikqa vakil bo'ladi deganlikni uqtirgan.
Shuning uchun qarindoshlarimiz bizning Turkiston zaminlarimizda Xitoy kommunistlari kech-kunduz jamiyatdagi yosh avlodlarimizni masjidlarga kirgil qo'ymaslik, hozirgi davrda masjidlarni yiqish va har qanday bir qarindoshlarimizni masjidlarga kirishga chaq qo'yish, to'zitish faoliyatlarini ilib bormoqda. Xuddi payg'ambar alayhissalatu vassalamni Makka kofirlari namoz o'qishdan to'sqandek. Bir vaqtim dinsiz Xitoylarning qo'liga tushib qolgan qarindoshlarimiz buni ham ko'zi bilan ko'rgan, ham turmu mahbuslik hayotida amaliy beshidan o'tkazgan qarindoshlarimiz. Bir vaqtim Allohga xolis cho'qinaman deganlikdan namozning avvalgi muqaddimasi istinjo qilib sog'anligi yoki qulplarni ostog'ina uqtirmasdan tara shaklda yuğanlıqı yoki o'ltirgan holatda Allohni aslaganligi yoki namoz o'qigan shaklda yoki namoz o'qigan shaklda turmusimi Allohni aslab namoz o'qigan holati bilinib qolganligi oshkora bo'lsa, qo'l va putlarga, bo'yonlarga ushkal silib, bichora qarindoshlarimizni tamoqnimi qo'li bilan yugilib bo'lmaydigan, qo'li bilan yigilib bo'lmaydigan holatda shundoq chetibdigan bir qancha kungacha doim bularni haqoratlab aziyat beradiganligi hammamizga ma'lum. Ammo nurg'un qarindoshlarimiz chet ellarda har qaysi erkin yurtlarda turib, shu turmalarda yotgan qarindoshlarimiz qilinmagan tavhid aqidasiga Allohga sap xolis cho'qinganligimizga belgi bo'ladigan ham shundaqla Alloh subhanahu va taolodan har qanday beshimizga kelgan mushu qulluq, mushu xorliq, mushu jafo mushaqqatlarni ko'tarib o'tishga, bo'libmi Turkiston zaminlarida bo'zaq qilinayotgan ojiz xalqimizning qutulishiga ham turmada yotgan musulmon qarindoshlarimizning mahbusligidan qutulishga va eng tez holatda yurtimizning fath qilinishiga Allah subhanahu wa taala qo'l ko'tarib duo qiladigan va duo qilishga yordam beradigan shu Qur'oni Karimda alohida vasta'inu bis-sabr vas-salat. Sizlar Allah subhanahu wa taala sizlarga buyurgan haqiqatni maydonga keltirishga ching turishda sabr qilish bilan yordam talab qilinglar va namoz o'qishdan yordam talab qilinglar degan mush Alloh taolaning buyruqlariga amal qilib biz hayotimizni Alloh taolaga xolis bo'lgan mushu namozga ahamiyat berishimiz bizga qattiq muhim. Biz mana mushu erkin davrida turayotgan nurg'un qarindoshlarimiz Alloh subhanahu va taolaga har qanday vaqtida shu turmada yotgan, yurtlarda turayotgan musulmon qarindoshlarimizning mushu Alloh xolis ibodat qilishdan mahrum qolgan vaqtini esimizga kelib, mayli yosh qizlar bo'lsin, o'g'illar bo'lsin, onalar bo'lsin, akalar bo'lsin, cho'ng kichiklar bo'lsin, bizning ahvolimiz dunyodagi nurg'un musulmon qarindoshlarning ahvoliga o'xshamaydi. Falastin yoki har qaysi yurtlardagi qiynalgan musulmonlarning ahvolidanmi natijasi ig'ir bo'ladi. Shuning uchun biz eng muhimi Alloh subhanahu va taolo bizga o'rgatgan mush namozimizga, mush tavhidga belgi bo'ladigan, tavhidga nishon bo'ladigan Alloh xolis qulchilik qilishimizga alohida ahamiyat berishimiz kerak. Shunga bu yerda mening namozim deb payg'ambar alayhisolatu vasallamga alohida mush namozni olamlarning parvardigori Alloh taolaga o'qiyman deb xususiy xuddi o'zining mulki, o'zining alohida ishidek, o'zining alohida vazifasidek mening namozim degan dedi. Shunga bu namozimiz bizning alohida Alloh taolo qulchilik bo'lishda va Alloh taolaning qudrati, haybati, kuch-quvvatini chaqirib dinsiz Xitoy kofirlarini yo'qotishda va shundaqla har qanday hayotlikdagi biz uchrayotgan inson shaytonlari va jin shaytonlarining ozdirishlaridan g'olib kelishda bizga
eng zapas bo'lgan yordam beradigan ibodat va yordam beradigan ulug' amal. Şoň qarindoshlarimiz mushundaq ulug' martabalik amal bo'lgan namozga ahamiyat berishimiz lozim. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين.